Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1 oktyabrdan boshlab banklar tomonidan pensiya berish tartibida yangi qoidalar qo'llanilishi haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, vasiylariga, bank kartasidan foydalanadigan oilalarga, naqd pul olib berib yurgan yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya pulini olish tartibidagi har qanday o'zgarish oddiy odamning kundalik hayotiga darhol ta'sir qiladi. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, kredit, qarz, parvarish xarajatlari aynan shu mablag'ga bog'liq bo'lishi mumkin. Men bu videoda masalan murakkab qonun tili bilan emas, oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nimalar o'zgaradi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi xatolar pensiyani vaqtida ola olmaslikka olib keladi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik jihatlar bor. Karta muddati tugashi ishonchnoma, biometrik tasdiqlash, bank hisobvarag'i, yashash joyi o'zgargani, pensiya oluvchining o'zi bora olmasligi kabi holatlarda odamlar ko'pincha adashadi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p muammolarning oldini oladi. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun juda oddiy ko'rinardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, pul belgilangan sanalarda bank kartasiga tushadi yoki ayrim hollarda boshqa tartibda yetkaziladi. Pensioner esa kartadan yechib oladi, do'konda ishlatadi yoki yaqiniga berib qo'yadi. Amalda esa bu tizimda bir nechta muammolar bor edi. Masalan, ayrim pensionerlar kartasining muddati tugaganini bilmay qoladi. Kimdir bankdagi telefon raqamini yangilamagan bo'ladi. Yana kimdir boshqa tumanga ko'chib ketadi. Lekin pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar eski manzilda qoladi. Natijada pul o'z vaqtida tushgan bo'lsa ham odam undan foydalana olmaydi yoki ortiqcha yurishlarga majbur bo'ladi. Yangi tartibning asosiy maqsadi shuki, pensiya mablag'i haqiqiy oluvchiga yetib borishi, bank orqali to'lovlar aniq nazorat qilinishi, ortiqcha kechikishlar kamayishi, shubhali holatlar oldi olinishi kerak. Men buni oddiy qilib aytaman. Davlat pensiya pulini ajratadi. Bank esa uni pensionerning hisobiga yetkazadi. Endi banklar nafaqat pulni o'tkazib beruvchi tashkilot sifatida, balki pensioner ma'lumotlari, karta holati, hisob raqamining faolligi, shaxsni tasdiqlash jarayonlarida ham muhimroq rol o'ynaydi. Bu o'zgarishdan qo'rqish kerakmi? Hamma ham qo'rqish shart emas. Agar sizning bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, telefon raqamingiz bankda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya har oy tushib turgan bo'lsa va siz uni o'zingiz yoki qonuniy vakilingiz orqali olayotgan bo'lsangiz, katta xavotirga asos yo'q. Lekin hujjatlarda muammo bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, hisob raqami yopilgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki pensioner uzoq vaqt pensiyasini olmagan bo'lsa, yangi tartibda bunday holatlar tezroq aniqlanishi mumkin. Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa, pensiya puli bank orqali berilganda eng muhim bo'g'in bu bank kartasi yoki bank hisobvarag'i hisoblanadi. Odamlar ko'pincha pensiyam chiqmadimi deb o'ylaydi. Lekin muammo aslida kartada bo'ladi. Masalan, pensioner OPA har oy 1.200 ming so'm pensiya oladi. Sentabr oyida pul kartasiga tushgan. Oktyabrda esa do'konda karta ishlamay qolgan. OPA pensiyam berilmadi deb o'ylaydi. Bankka borsa, kartaning amal qilish muddati tugagan bo'ladi. Bunday holatda pensiya ajratilgan bo'lishi mumkin, lekin karta orqali foydalanish vaqtincha cheklanadi. Demak, birinchi qadam kartaning amal qilish muddatini tekshirish. Ikkinchi muhim masala bankdagi telefon raqami. Hozir ko'plab bank amaliyotlarida SMS xabar, tasdiqlash kodi, mobil ilova operator bilan bog'lanish uchun telefon raqami zarur bo'ladi. Agar pensionerning eski raqami bankda qolgan bo'lsa, u karta bo'yicha xabarlarni olmaydi. Misol uchun, otaxon 900 ming so'm pensiya oladi, lekin bankdagi raqam 5 yil oldingi raqam. Karta almashtirish, limitni o'zgartirish yoki muammoli operatsiyani tekshirish kerak bo'lganda bank xabar yuboradi, ammo otaxon bu xabarni ko'rmaydi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga bankka borib, telefon raqami yangilangan tekshirishni maslahat beraman. Uchinchi masala, pensiyani kim olayotgani. Agar pensioner sog'lom, o'zi bankka bora oladigan, kartasidan o'zi foydalanadigan bo'lsa, masala oson. Lekin ko'p oilalarda pensiyani farzandi, kelini, nabrasi yoki qo'shnisi yechib beradi. Bu yerda ikkita holatni farqlash kerak. Birinchi holat, pensioner o'z roziligi bilan kartasini yaqiniga beradi.
Ikkinchi holat. Pensioner o'zi bora olmaydi va pulni doimiy ravishda boshqa odam olib yuradi. Ana shu ikkinchi holatda qonuniy vakillik, ishonchnoma, vasiylik yoki tegishli hujjatlar juda muhim bo'lib qoladi. Chunki bank yoki pensiya organi pul haqiqiy egasiga yetyaptimi degan savolni tekshirishi mumkin. Masalan, 70 yoshli ona insultdan keyin yura olmaydi. Uning pensiyasi 1000-5000 million so'm. Har oy o'g'li bankomatdan pul yechadi va onasining dori-darmoniga ishlatadi. Agar karta o'g'lining qo'lida bo'lsa-yu, hech qanday ishonchnoma bo'lmasa, muammo chiqqanda bank unga to'liq xizmat ko'rsatmasligi mumkin. Karta yo'qolsa, parol bloklansa, karta muddati tugasa, o'g'il men onamning o'g'liman degani bilan yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar oldindan notarial ishonchnoma rasmiylashtirib qo'yish kerak. Agar pensioner xushyor, imzo qo'ya oladigan bo'lsa, notarius orqali ishonchnoma qilish eng to'g'ri yo'l. Agar pensioner huquqiy jihatdan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, unda vasiylik hujjatlar kerak bo'ladi. 4-masala bankni tanlash va pensiya tushadigan hisobni o'zgartirish. Ayrim odamlar men boshqa bank kartasiga olsam bo'ladimi deb so'raydi. Odatda pensioner pensiya pulini xizmat ko'rsatuvchi bank orqali oladi. Lekin bank registrarini o'zgartirish uchun tegishli tartibda murojaat qilish talab etiladi. Bu yerda eng katta xato shuki, odam avval eski kartani yopib yuboradi, keyin yangi bankka o'tmoqchi bo'ladi. To'g'ri yo'l bunday emas. Avval yangi hisob varaq va karta tayyor bo'lishi, keyin pensiya organiga yoki mas'ul tashkilotga yangi rekvizitlar berilishi, o'zgarish tasdiqlangach, keyingi to'lovlar yangi hisobga yo'naltirilishi kerak. Aks holda bir oy pensiya kechikib ko'rinishi mumkin. 5-masala pensiyani vaqtida olmaslik. Ayrim pensionerlar kartaga pul tushganini bilmaydi yoki uzoq vaqt pulni ishlatmaydi. Bu o'z-o'zidan yomon emas. Chunki odam pulini yig'ishi mumkin. Lekin bank va pensiya tizimlarida uzoq vaqt harakat bo'lmagan hisoblar ba'zan alohida tekshiruvga tushishi mumkin. Masalan, 6 oy davomida karta ishlatilmagan, bankomatdan yechilmagan, do'konda to'lov bo'lmagan, mobil ilovaga kirilmagan. Bunday holatda tashkilotlar pensioner holatini aniqlashni xohlashi mumkin. Bu ayniqsa pensioner boshqa davlatga ketgan, manzilini o'zgartirgan, vafot etganligi haqida ma'lumot kechikkan yoki hujjatlar yangilanmagan holatlarda dolzarb bo'ladi. Men alohida ta'kidlayman, birinchi navbatda yoshi katta, yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ular ko'pincha SMS ni o'qimaydi, bank ilovasidan foydalanmaydi, karta muddati qachon tugashini bilmaydi. Farzandlar bu masalada befarq bo'lmasligi kerak. Bir marta bankka birga borib, karta holatini tekshirib berish. Telefon raqamini yangilash, PIN kodni xavfsiz saqlash, firibgarlardan ogohlantirish juda muhim. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va uyidan chiqa olmaydigan pensionerlar. Bunday insonlarda bankka shaxsan borish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ular uchun ishonchnoma vakil uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bankning maxsus tartiblari oldindan aniqlanishi kerak. Masalan, aravachada harakatlanadigan pensioner har safar bankka bora olmasa, oila a'zolari bankdan bunday holatda qanday xizmat ko'rsatiladi deb yozma yoki rasmiy javob olgani ma'qul. 3-guruh boshqa hududga ko'chganlar. Masalan, pensioner Farg'onadan Toshkentga farzandilikka ko'chib keldi. Lekin pensiya hujjatlaridagi manzil eski joyida qolgan. Pul kartaga tushib turgani uchun odam hammasi joyida deb o'ylaydi. Ammo keyin hujjat yangilash, bank kartasini almashtirish, yashash joyi bo'yicha tekshiruv yoki ma'lumot tasdiqlash zarur bo'lsa, eski manzil muammo keltiradi. Shuning uchun doimiy yashash joyi o'zgargan bo'lsa, tegishli organlarga xabar berish kerak. 4-guruh ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Ishonchnomaning muddati bor. Ba'zan odamlar yilga berilgan ishonchnoma bilan 2 yil yuradi, keyin bank xizmat ko'rsatmay qo'yganda hayron bo'ladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank vakilga karta bo'yicha ayrim amaliyotlarni bajarmasligi mumkin. Ayniqsa karta almashtirish, hisob bo'yicha ma'lumot olish, blokni yechish, yangi karta olish kabi ishlar oddiy og'zaki rozilik bilan hal bo'lmaydi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Karta pensionerniki, lekin undan boshqa odam doimiy foydalanadi. Oddiy hayotda bu keng tarqalgan. Farzand onasining kartasidan pul yechadi. Kelin qaynotasining kartasi bilan dorixonada to'laydi. Agar hammasi oila ichida rozilik bilan bo'lsa, ko'pincha muammo chiqmaydi. Lekin bahsli vaziyat bo'lsa, masalan,
boshqa farzandlar pensiya noto'g'ri ishlatilyapti desa, bank operatsiyalari dalilga aylanadi. Shu sababli men tavsiya qilaman. Pensionerning puli pensioner ehtiyojlari uchun ishlatilayotganini oilada aniq kelishib oling. Katta xarajatlar bo'lsa, cheklarni saqlang. Ayniqsa parvarish, dori, tibbiy xizmat, qarovchi haqi kabi xarajatlarda bu keyinchalik tortishuvlarning oldini oladi. Ikkinchi tuzoq firibgarlar. Pensiya tartibida o'zgarish bo'lganda firibgarlar faollashadi. Ular qo'ng'iroq qilib, Urundish oktyabrdan yangi tartib bo'ldi. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. SMS kodni yuboring. Plastik kartangizni yangilab beramiz deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, bank xodimi hech qachon sizdan PIN kod, SMS kod, kartaning to'liq maxfiy ma'lumotlarini so'ramasligi kerak. Agar kimdir telefon orqali shunday ma'lumot so'rasa, bu juda xavfli signal. Pensionerlar ba'zan qo'rqib ketadi. Pensiyam to'xtab qolmasin deb kodni aytib yuboradi. Natijada kartadagi pul yechib olinadi. Shuning uchun har qanday o'zgarish bo'yicha faqat bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. 3-nozik shart karta bloklanishi. Karta turli sabablar bilan bloklanishi mumkin. PIN kod bir necha marta noto'g'ri kiritilgan, shubhali operatsiya bo'lgan, karta yo'qolgan deb belgilangan, muddati tugagan, bank tizimida xavfsizlik tekshiruvi boshlangan. Bu pensiya to'xtadi degani emas. Bu bank kartasidan foydalanish vaqtincha cheklangan degani bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensioner yoki uning qonuniy vakili pasport yoki ID karta bilan bankka murojaat qiladi. Agar vakil bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi ehtimoli yuqori. 4-masala vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda nozik, lekin hayotiy mavzu. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasiga pul tushsa yoki oldin tushgan pul kartada qolsa, oila a'zolari buni o'zicha yechib olishi to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Chunki vafot sanasi ortiqcha to'langan pensiya, meros tartibi, daf nafaqasi kabi masalalar bor. Agar shunday holat bo'lsa, men darhol pensiya organiga va bankka murojaat qilishni maslahat beraman. Keyin ortiqcha to'lovni qaytarish talabi yoki huquqiy nizo chiqmasligi uchun hammasi rasmiy tartibda hal qilinishi kerak. 5-nozik shart pensiya va kredit. Ayrim pensionerlarning bankda krediti bor. Pensiya kartasiga pul tushganda bank avtomatik ravishda kredit to'lovini ushlab qolishi mumkinmi degan savol ko'p beriladi. Bu bank bilan tuzilgan shartnomaga, kredit shartlariga va qonuniy cheklovlarga bog'liq. Agar pensioner kredit olgan paytda avtomatik yechib olishga rozilik bergan bo'lsa, pensiya tushgan kuni ma'lum summa yechilishi mumkin. Masalan, pensiya minimum 3 ming so'm, kredit oylik to'lovi yer to'zim 2 ming so'm. Pul tushishi bilan dartam 2 ming so'm kreditga ketadi. Qolgan takim 2 ming so'm kartada qoladi. Pensioner esa pensiyam kam tushdi deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun bank ilovasida yoki bankdan ko'chirma olib, pul qayerga ketganini tekshirish kerak. 6-jihat, aliment, ijro hujjatlari, qarzdorlik. Ba'zan pensionerning hisobidan majburiy undirishlar bo'lishi mumkin. Bu hamma uchun emas. Faqat tegishli ijro hujjati bo'lgan holatlar uchun. Agar pensiyadan pul ushlanayotgan bo'lsa, sababini aniq bilish kerak. Bankning o'zi ushlayaptimi? Majburiy ijro byurosi hujjati bormi? Kredit shartnomasi bormi? Sud qarori bormi? Og'zaki taxmin bilan yurmaslik kerak. Bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Unda qaysi sana, qancha summa, qaysi asosda yechilgani ko'rinadi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Pensionerning kartasini qo'lga olib, amal qilish muddatini tekshiring. Odatda kartada oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, masalan, shu oy yoki keyingi oy tugasa bankka oldindan boring. Karta muddati tugagandan keyin emas, tugashidan oldin yangilash qulayroq. Ikkinchi qadam, bankdagi telefon raqamini tekshiring. Pensionerning hozir ishlatayotgan raqami bank tizimida turishi kerak. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa ham, bankdan tartibini so'rang. Eng muhimi, SMS xabarlar va tasdiqlash kodlari yo'qolib ketmasin. Telefon raqami yo'qolgan, SIM karta ishlamay qolgan yoki boshqa odamda bo'lsa, uni darhol yangilash zarur. 3-qadam, pasport yoki ID karta holatini tekshiring. Hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki almashtirilgan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlar ham yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Ko'p muammolar aynan hujjat yangilangan, lekin bankka yangi ma'lumot berilmagan holatda chiqadi. 4-qadam, agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Notariusga murojaat qilib, aniq vakolatlar yozilgan ishonchnoma rasmiylashtiring.
unda bank kartasini olish, hisob varaq bo'yicha amaliyot qilish, pensiya mablag'ini olish, bankka ariza berish kabi vakolatlar aniq ko'rsatilgani ma'qul. Umumiy va noaniq yozilgan hujjat bankda savol tug'dirishi mumkin. 5-qadam. Bankdan hisob varaq ko'chirmasini olishni o'rganing. Har oy pensiya tushganini, undan qanday yechimlar bo'lganini ko'rib boring. Agar 1.200 ming so'm pensiya tushib, 300 ming so'm darhol qayergadir yechilgan bo'lsa, sababini ko'chirmadan bilasiz. Bu taxmin qilishdan ko'ra ancha ishonchli. 6-qadam, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, tegishli ma'lumotlarni yangilang. Doimiy yoki vaqtincha yashash joyi, aloqa raqami, bank rekvizitlari, shaxsiy hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Tizimda ma'lumotlar mos bo'lmasa, keyingi tekshiruvlarda ortiqcha savollar paydo bo'ladi. 7-qadam, hech kimga SMS kod va PIN kodni aytmang. Hatto o'zini bank, pensiya jamg'armasi, soliq, mahalla yoki boshqa tashkilot xodimi deb tanishtirsa ham. Telefon orqali maxfiy kod aytilmaydi. Agar pensioner keksa bo'lsa, uning telefoniga keladigan xabarlarni tushuntirib bering. Kod kelsa hech kimga aytmang, avval menga qo'ng'iroq qiling deb aniq kelishib oling. 8-qadam, muammo chiqqanda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bankka borganingizda ariza yozing, murojaat raqamini oling, javob muddatini so'rang. Pensiya pulining kechikishi, karta bloklanishi noto'g'ri yechim. Ortiqcha ushlab qolish bo'yicha yozma iz qoldirish juda muhim. Keyin masalani yuqori tashkilotga olib chiqish kerak bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Birinchi misol, Saodat opa 17 yoshda har oy 20-100 ming so'm pensiya oladi. Karta muddati oktyabrda tugaydi. U buni sezmaydi. Chunki kartadan faqat mahalla do'konida to'laydi. Bir kuni karta ishlamay qoladi. Do'kondagi sotuvchi pul yo'q ekan deydi. Opa xavotirga tushadi. Aslida pensiya tushgan. Lekin karta muddati tugagan. Agar Saodat opa sentabr oyidayoq bankka borib kartani yangilaganida bir necha kunlik noqulaylik bo'lmasdi. Ikkinchi misol, Rahim aka 72 yoshda, pensiyasi 1.600 ming so'm. Uning bankdagi telefon raqami eski. Kredit to'lovi avtomatik yechiladi. Har oy pensiya tushganda 500 ming so'm kreditga ketadi. Rahim aka esa bank pensiyamni kamaytiryapti deb o'ylaydi. Bankdan ko'chirma olgandan keyin hammasi ko'rinadi. Pensiya to'liq tushgan, keyin kredit shartnomasi asosida yechilgan. Demak, bu yerda muammo pensiya tartibida emas, bank shartnomasini tushunmaslikda. 3-misol. Malika opa onasining pensiyasini olib yuradi. Onasi yura olmaydi. Karta muddati tugaydi. Malika opa bankka boradi, lekin bank unga yangi karta bermaydi, chunki ishonchnoma yo'q. U asabiylashadi, men qiziman-ku deydi. Lekin bank uchun qarindoshlikning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar oldindan notarial ishonchnoma qilinganda bu muammo oson hal bo'lardi. 4-misol. Pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketgan. Lekin ma'lumotlarni yangilamagan. Bir necha oy hammasi yaxshi ketadi. Keyin bankdan hujjat yangilash talab qilinadi. Pensioner eski tumandagi bo'limga yuboriladi, vaqt ketadi, yo'l xarajati chiqadi. Agar ko'chgandan keyin darhol ma'lumotlar yangilanganida bunday sarsonlik kamayardi. Demak, Urduch oktyabrdan banklar tomonidan pensiya berish tartibidagi yangiliklarning mazmuni shuki, pensiya mablag'i bank tizimi orqali aniqroq, tartibliroq va nazoratliroq berilishi kerak. Oddiy pensioner uchun eng muhim vazifa karta telefon raqami, hujjat, ishonchnoma va bank rekvizitlarini tartibga keltirishdir. Kimning hujjatlari joyida, kartasi faol, telefon raqami to'g'ri, pensiyani o'zi yoki qonuniy vakili olayotgan bo'lsa, ortiqcha vahimaga asos yo'q. Lekin hujjatlar eskirgan, karta muddati tugagan, vakillik rasmiylashtirilmagan yoki hisobda tushunarsiz yechimlar bo'lsa, buni hozirdan tekshirish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerlarning kartasini, telefon raqamini, hujjatini va ishonchnomasini tekshiring. Bankka borish kerak bo'lsa, cho'zmang. Bir kun vaqt ajratib, hammasini tartibga solish keyinchalik bir oy sarson bo'lishdan yaxshiroq. Sizning oilangizda pensiya bank kartasiga tushadimi? Karta muddati, ishonchnoma yoki bankdagi yechimlar bo'yicha muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasi uchun muhim.